Salom bolalar. Bugungi qismda kitoblar haqida qo'shiq aytamiz. Sizga beriladigan topshiriq ham aynan kitoblar bilan bog'liq. Qo'shiqni diqqat bilan eshitib, mutolaa so'zi necha marotaba aytilganini topa olsangiz, topshiriqni bajargan bo'lasiz. Omad! Sa'dulla Qur'onov. Galaktikada bir kun. Ixtirochilar tanlovi. Mutolaa. Xo'sh, qo'shig'imiz sizga yoqdimi? Kitob mutolaa qilish mazza-da. Topshirig'imizni unutib qo'ymadingiz degan umiddaman. Diqqat bilan eshitgan bo'lsangiz, butun bir qism davomida mutolaa so'zi bor yo'g'i bir marta aytildi. Bu safar ko'pchilik topshiriqni bajara olganligiga ishonamiz. Bajara olmaganlar hech ham xafa bo'lmang. Yana bir marta tomosha qilsangiz zarar qilmaydi.